50 ming bo'lganda so'ramasdim aka, yarashmaydi sizga. Hol 100 mingni o'tibamiz. Otanga rahmat deb qo'llab-quvvatlab telefon qilsin. Barbar aka. 3 million 900 dan. 3 million 900 dan. Bugun aytibman, narxlarni yoramiz dedimmi? Kayfiyatingiz zo'r ekan-a. Kayfiyat zo'r. Bugun sotamiz. Maqsad sotish qo'yiladi. Bo'ladigan narxi 3 million 900 dan. barbar aka. Bismillah. Insofi bordi, barakasi bor deyishgan. Hoji aka, xudo xolasa sizga bugun qo'ylardi, to'g'li sog'liqlarni ozgina ikki partiya video qilib beramiz. Tozalaridan haqiqiy qo'ydi narxi bugun aka siz o'ylagan darajada ancha 300 ming, 400 ming arzon bo'ladi. Chiqarilayotgan narxlardan ancha arzon bo'ladi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yo'masam biz videolarimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Xudo xolasa bugungi syomkamizda to'g'li qo'ylarda zo'rlardan chiqadi. Haqiqiy go'zalini, narxi arzonini, sifatli qo'y olaman degan akalarimizga sizlar uchun zo'rlar yetkigan aka. Bugun 2026-yil 19-yanvar hafta kuniga dushanba boshlangan kunlaring hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya Xudo xolasa o'sha arzonchi akamiz kanalimizda yaxshi qo'yni olib, zo'r qo'ylarni olib kelayotgan, keyin arzon sotilayotgan Doniyorbek akamizni qo'y firmasiga kelganmiz. Siz bittadan like deb bostiring, yo'masam Doniyor akamdan suhbatlanamiz. Bagar Doniyor akamiz, yaxshimi? Assalomu alaykum. Bugungi Akmaljon Xolos 2 parta 3 parta qo'yimiz bor. Narxi xudo xolasa aka 4 pasidami? 4 pasida ham chiqarib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Otanga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursin. Xudo xolasa assortimentlar zo'rlardan kelgan. Haqiqiy qo'ydi go'zallari chiqadi. Zo'rlardan keldi. Dumbovosh tikka eri dumba sifatchilardan. Like bosib otanga rahmat deb kommentariyga ilm fikr bildirib turinglar. Xudo xolasa zo'rlarni akbar harakat qilaveramiz. Gap yo'q. Jonivorlarda bir Hoji aka ko'ring, haqiqiy san'at asari deydi-yu. Hammasi bir-biridan go'zal variantlardan, zo'rlardan kelgan xudo xolasa. Yangi partiyani o'ta ham go'zalini olib qo'y qilib olaman. Akmaljon bo'lsa o'sha arzonchidan chiqar, narxini arzon qo'yapti. Haqiqiy qo'ydi sifatini olib kelyapti degan obunachilarimiz uchun, sizlar uchun maxsus. Videoni ko'pchilik akalarimiz obuna bo'lmay ko'rishyapti. Obunani bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib mana shunaqa to'g'li qo'ylarni sifatlilardan ulgurib qolasizlar akalar. Xudo xolasa like bosib, kanalga obuna bo'lib turasizlar, zo'rlardan chiqarib beramiz aka. Mana bu jonivorlarga bir ahamiyatni bering-da, hammasi dumbalari tikka, toza variantlardan akalar. Qo'ylarni ko'ring, arqa bo'ylari ham qizaryapti jonivorlari. Aka, birinchi partiyaga son nechta? Birinchi partiya Akmaljon 8 ta. 8 dona. 8 dona bitta qora variantlardan. Aha. 8 dona mana akalar, qo'ylarni bir ko'ring-da. Hammasi ayri dumba ekan, jonivorlar. Hammasi dumbosh tikka eri dumba sifatchalaridan. Mana qo'ylar qarang Hoji aka. Xudo xolasa aka Qo'chqorda yurganmi? Qo'chqorda yurganda berishdi Akmaljon. Aha. Endi 100 bo'g'az deyolmaymiz, xudo xolasa. Omon lekin bu qo'ylarni ko'ring, Hoji aka. Lekin yo'qmas ekan, bor ekani kechkiroq ekan. Akalar, qaranglar, xudo xolasa sizga zo'rini chiqarib beraveraman. Har doim toza o'sha qo'ydi, nima deydi? Sog'lomini olib keladi. Mana akamiz qarang mana. Qo'ylarda yuzlari tozali, burni ham oqmagan-da, mana qo'ydi qarang. Dalani vaji bu badanga qochmay qolmaydi Hoji aka. O'zingizdan deb paras qiling-da, mana tikanlar bo'lyapti qo'y. Daladan kelgan variantlardan xudo xolasa. Xudo xolasa aka like bosib turavering, biz akamizdan yo'masam narxini eshitamiz. Xo'p, buni yosh oyligini ayting aka. Yosh oylik Akmaljon bular shu to'g'ri qo'ylar, 10 oylik atrofidagi qo'ylar. 10 oylik atrofidagi qo'y, ha? Yana o'sadi, aya qo'llarni ko'rib turibsiz, kelishgan. Yana 5 yil, 10 yil bolasini olib yurishaveradi. O'sha 5-6 yil, 10 yilgacha bolani olaman degan ko'kalarimizga keldik. Joningiz omon bo'lsin. Mana Hoji aka, xudo xolasa arzonini, sifatligini qidiryapsizmi? Mana keling, Namangan Tepaqo'rg'on qishlog'ida arzon qo'ylar seraplayapti. Xudo xolasa bizni qo'ramizda ishingiz bitmasa, bu akamiz boshqa qo'raga ham olib chiqadi. U haligisi yo'q, ishlarni bitirib jo'natyapti. Uzoq masofadan kelgan obunachilarimiz hech qachon norozi bo'lib qaytishmaydi. Xudoga shukr. Mana aka. Qo'limizdan kelgan ishlarni bitirib Bu jo'natyapti. bizni qo'ramizda qo'y sizga mabodomda yoqmay qolsa yoki sifat tushmay qoladigan bo'lsa, bizni qo'ramizdan boshqa qo'ra serob, kelasiz qo'y serob. Xudo xolasa kelib ko'rganlarga achinmaysizlar akalar. Maza qilib tomoshani qilib kelsangiz ham biz xursand bo'lamiz. Like bosib turing, yo'masam narxini chiroyli qilib aytaman aka.
Buni narxini bir joyga olaman aka, ukalarimiz yakmanda tortishib o'tirmaymiz. Bo'ladigan chiqaraveraylik aka. Kamera tortishib, Aha. narxini chiqarib beramiz akmaljon. Chiroyli qilib aka. Buni 4,5 million olsin. pasida aytang aka narxini. 4,5 past emas, 4,5 da aytaman demayli, 100 mingni o'tib beraman. Yo'q aka, 4 uni million demam ko'ringizda. aka. Bir joyga olishadi aka, obunachilar xursand bo'lishsin. Kelib ko'rishsa ham, maza qilib tomosha qilib, like bosib, otangga rahmat Doniyorbek deb ketsa aka. Qo'llab-quvvatlab tursa yana 200 mingni o'tib beraman. Chiroyli qilib bering aka. 4 million Bomba 200 bo'lsin aka bugun. 4 million 200 o'tib beraman. 4 million 200 ham aka. Bitta mart bo'lgan aka mana. Mart olib o'ting aka, ammo 100 ming demam. Topolmay turmaylar akmaljon. Aka chiroyli qilib bering obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursin, kommentlarga ilib fikrlarni bildirib, kam-kam ham sho'ram degandek 4 milliondan ketdi. Barvar aka, 4 million so'mdan. 4 million so'mdan 8 Joningiz dan omon bo'lsin. Mana bu qo'ydi ko'ring hoji aka. 4 million so'mdan. Mana yana nima kerak? 4 million so'mdan bir joyga oling. Mana bu qo'ylarni tavsiya qilaman. Olib qo'ying. Baraka topasizda xolasa. Bozorga achsangiz ham chiroyli puldan sotib olasiz hozir ham. Keyin bu erta bahorga xudo xolasa qo'zlarni chiroyli qilib yaxshi puldan sotib olsangiz, onasi sizga bekorga qolib ketadi. Mana qo'ylar qarang hoji aka. Xudo xolasa sizga tavsiya qilaman, chiroyli tavsiya qildim. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. 4 million so'mdan ish quvozga. Aka, 2 dona bir jup jo'natib ber deb qolishsa, nima deymiz? Bitta ikkita ichidan tortib olishadigan bo'lsa Akmaljon 4,5 emas. 4 million 300 dan tortib tanlab olishadi. 4 million 300 dan. 4 million 300. Bir jup bo'lsa aka 50 dan o'tib bersangiz, shunda 42,5 dan tanlab olasiz aka. Qanchadan? 42,5 dan. 43 yaxshi. Yo'q aka, 41 42 demadim aka. Bo'ldi. Shunda qancha bo'ladi? 8,5 bo'ladi. 8,5 bo'ladi. 8,5 ga yetib olishaveradi. Barbar aka. Dastlabki omad Toshkentgacha. Da dastlabkani qilib beramiz, bekish oladi aka. Onlayn olaman degan aka-ukalarimizga dastlabkasi ham bor. Dastlabkilari ham bor. Xudo xolasa ish qivoz aloqaga chiqsa, biz keyingi partiyalarga o'tamiz. Ko'pchilik akalarimiz bozorga chiqib, sarson bo'lib, qo'ydi, qimmat olib qo'yishyapti-da. Buni to'g'risini aytish kerak. Mana bizda xudo xolasa bozordan 300 ming, 400 ming arzon bo'lyapti. Mana bu qo'ylarni o'zim ham bozorga chiqib ko'rdim aka. Men o'zim shuning ichida 10 yildan beri shuning ichidaman. Xudo xolasa 10 yillik tajribam bilan aytyapman. Mana bu jonivorni 4 millionda ustida bo'lyapti. Qayda bo'lsa ham bo'g'oz qo'y 4 million ustida. 4 million pastda bo'lmasa kerak. Endi unisini bilmadimmi? Hamma har xil. Qo'ydi aka 4 millionni pastda qidirib yuribsizmi? Xudo xolasa sizga arzonlardan keyin kambag'alni bo'y qilur, cho'ntagini to'ldirur degan variantlar. Siz like bosib turavering. Bizning kanalimizda xudo xolasa haqiqiy qo'ydi zo'ri chiqaveradi. Xo'p, buni yosh oyliklari ma'lumotlarini beraman aka. Yosh oylik Akmaljon bular 8-9 oylik-da. 8-9 oylik atrofida. Yana o'sadi jonivorlar. Mashalloh. Emas, dumbayli dumbalarda Akmaljon. Xudo xolasa aka Qo'chqorda yurgan ekan, o'zi haqqa bo'ylar qizarib qolibdi mana. Yaxshi niyat bilan olishaveradi. Bunisi yoshini kattaroqchiliga. Yoshi yaxshi emas, to'g'ri ish bizmagan. Kuchini ko'rsataylik aka shu qo'y. Qaysisini? Mana. Garmonoslar Qo'chqorga o'xshab turibdi-ku. Endi ko'pchilik akalarimiz bunaqa qo'ydi. Qarang. Cho'q. Ish buzmagan qo'y hali mana. Bo'l qo'yveraman aka. To'g'li hali bu aka, to'g'li aka. Yana hali. Mashalloh. Xudo xolasa birinchi qoringa qoringa. Akmaljon. Qo'chqor. Birinchi qoringa Akmaljon. Birinchi qoringa xudo xolasa mana hoji aka. Qo'yga ahamiyatni bering. Bo'yvasini nechiga beramiz aka? Bo'yvasini 75 ga olish olsa 70-75 ga. Nargilar qanchalik? Uni esdan chiqib qolibdi. Nargilar bu 75 ta. 80 ham bor ichida. Mana aka, qo'ylar ko'ring. Xudo xolasa mana bu jonivorlar Qo'chqorda yurgan-a? Ha, Qo'chqorda yurgan xudo xolasa ovozni berishdi Akmaljon. Aha. Endi ben buni to'g'ri qo'ydik, yuzga yuzlik qiyin Akmaljon. Aha. Yaxshi bitta qo'chqor bo'lsa qo'shib olishaveradi. Mash narsaga deb sotaveramiz, ha? Bo'g'oz bo'lsa tug'ib beradi xolasa. Mashalloh. O'zi mana bu jonivor bilinib qolibdi hoji aka. O'ynadi. Qo'ydi ko'ring, qonni ham osilib qoldi. To'g'risini aytib, chiroyli qilib reklama qilib beraverishdi. Mana qo'ydi qarang. Kallasi. Quloq boshlari ham butun. Qachaygan qo'ydi qarang, garmonosli kellaydi. Xo'p, buni aka obunachilarni kuttirmaylik. Narxini nech puldan beramiz buni aka? Buni narxini Akmaljon 4 milliondan ketaveradi bir joyga olsa. 4 million. Buni narxi o'smondan kelish kerak yo'q. Aka, bizni kanalda o'zingiz ham bilasiz, har kuni chiqasiz. Partiya narxi tushishini bilasiz aka. Bo'ldi Akmaljon, like bosib otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab telefon qilsin. 50 so'mdan o'tib qo'yamiz. 50 ming bo'lganda so'ramasdim aka, yarashmaydi sizga. Hol 100 mingni o'tib qo'yamiz. Otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab telefon qilsin.
Baraka. 3 million 900 dan. 3 million 900 dan. Bugun aytibman narxlarni yoramiz dedimmi? Kayfiyatingiz zo'r ekan-a. Kayfiyat zo'r. Bugun sotamiz. Maqsad sotish qo'yiladi. Bo'ladigan narxi 3 million 900 dan. baraka. Joningiz Dastlabkasi omon ham bo'lsin. bizda Akmaljon. Dastlabkasi ham bor. Xudo xolasa mana bu jonivorlarni bir joyga olib qo'ying. 3 million 900 ming so'mdan bozorga borib bo'lmang sarson, chunki Doniyorbekda qo'ylar arzon degan variantlarda. Joningiz sog' bo'lsin. Bu oxirgi partiyamiz xudo xolasa. Shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Akmaljon, Sog' bu narxi bo'lasizlar. bir joyga salomat olishganga bo'lasizlar. shu narx. Aha. Tanlab olsa qo'shilib qoladi. Tanlab olsa qo'shilib qoladi. Chiroyli qilib, lekin arzon qilib Ha, berasiz. bir aka. joyga olsin, yutadi yoki bitta ichidan tanlab olaman desa, qo'shilib qoladi. Gap yo'q. Keyingi videolarda Keyingi ko'rishguncha. videoda ko'rishguncha. Otangga rahmat deb like bosib qo'llab-quvvatlaganda otasiga ming rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.